Salam dostlar, hazır qahtanlar xayrlik bolsun. Mening ismim Muzaffer. Bugün qo'llanishchan iqtisodning 6-videosini ishlamoqchi. Hammalarni yoqtirib ko'rishingizni umid qilaman. Bugungi temamiz piyasa, ya'ni bozor. Buni inglizchada market, fransuzchada shirchon deymiz. Biz bozorga har xil mahsulotlarni yoki xizmatlarni sunamiz va oldiga adamiz deymiz. Bozor degan fuqum nihoyatda keng va cho'ng. Har xil bozorlar mavjud. Masalan, döviz bozori, yani pul almashtirish bozori. Biz normalda ishlatadigan pulmi o'xshashdan bozorda sotiladigan bir xil mol. 100 dollar, 100 euro, 100 lira. Bularmi o'xshashdan pul bozorida sotiladigan mahsulotlar. İnsanlar 100 dollar sotib olib, o'rniga boshqa bir pul to'laydi. Bozorning har xil vazifalari bor. Masalan, birinchi vazifasi mahsulotning va malning bahosini belgilash. Masalan, siz meni bozorga solsangiz, sizdan boshqa ishlab chiqargan odam yo'q. Siz buning bahosini 1 million dollar deb bozorga soldingiz. Hech kim olmasligi mumkin. 300 lira desangiz, balki birisi kelib olishi mumkin. Demak, bu 300 liralik mahsulot. Ama buni ishlab chiqaradigan yana bir odam chiqib 200 liradan bozorga solsa, bu mahsulotning bahosi ham 200 liraga tushgan bo'ldi. Çünkü hech kim kelib sizdan 300 liraga sotib olmaydi. Burungi zamonlarda bozorning baho belgilashi hozir qaraganda sal tasti. Çünkü ishlab chiqaradiganlar va sotadiganlar bir yerga markazlashib qolmagan. Ham o zamonlarda internet va tor dunyosi bo'lmaganligi uchun eng arzini nerede deb izlayolmaydingiz. Masalan, meni İzmirda ishlab chiqaradi va 300 liraga sotadi. Bir aqlliq kelib buni İzmirdan 300 liraga sotib olib, Konyaga olib 600 liraga sotadi. Burun vatanda 10-15 yıldan aldıda işkirgi berib, maşin sotib olib, Urumchiga kelib sotish moda bo'lib ketgan. Shu vaqtlarda olash-jolash ishkir tushib chiqiladi deb tam ishkirga berib, 4-5 maşin sotib olib, Urumchiga kelib, o maşinlarning ustiga 20-30 ming qo'y qo'shib sotayotganini ko'rgandim. İnternet dunyosiga qadam qo'ygandan keyin bir mahsulotning bahosini nihoyat tezdan surishtirib bo'lgan bo'lib ketdi. Mesela bir telefon do'koniga kirib, bir telefon ko'rgan vaqtingizda bahosi 2500 lira bo'lsa, to'rga chiqibdan bu telefonni nihoyat arzon bahoda topa olasiz va to'rdan sotib olasiz. Texnologiyaning taraqqiy qilishi bilan birlikda bahoni belgilaydigan o'xshash insonlarning ehtiyojini belgilaydigan bo'lib ketdi. Burungi zamonlar bo'lsa, ma'nosida mingta ishlab chiqarib qo'yib, boshqalardan kelib sotilishini saqlab o'tirdik. Hozir bo'lsa, siz zakaz qilsangiz, ishlab chiqaruvchi shuning qarta ishlab chiqardi va haftada oyda qanchalik ishlab chiqarish kerakligini analiz qilib topa oladi. Masalan, bu hafta manchilik inson zakaz qilibdi, oldin hafta bo'lsa manchilik mol sotgandim, kelar hafta bo'lsa manchilik chiqarsam bo'g'idek deb analiz qila oladi. Hozirgi internet bozorining, ya'ni e-bozorning Amazon, hepsi burada, Alibaba, bularning yana bir xil xillari bo'lsa, mol sotuvchilarga baho bera olasiz. 5 yulduzlik ishonchlik sotuvchi yoki 1 yulduzlik ishonchsiz sotuvchi degandek. Bularni tor dunyosida izlab topa olasiz va boshqalarning bergan baholarini va inkaslarini ko'ra olasiz. Yana bir nuqta bo'lsa, bozor jamiyatning kelgusini belgilaydi. Agar siz davlatingizdagi bozorlarning sog'lom va ishonchlikini qo'g'day olsangiz, insonlarning bu bozorlarda ilib setishini davomlashtira olsangiz, davlatingiz iqtisodiy krizisga duchor bo'lmaydi. Masalan, Trump koronavirusi sababi bilan har yoshga to'shgan amerikalikqa 1000 dollarlik chek yo'llayman dedi. Bu chek bo'lsa bozorlarda ilim setim qila oladigan va marketlarda bir narsadan ola oladigan chek. Chunki insonlarning yonchuqida pul bo'lsin, hamma odam bir narsalarni setib olsin. Bozor aylansa, ig'ir krizisning oldini olg'ul bo'ldi. Agar hamma odam qo'rqib pullarni ishlatmay tiqib olsa, bankadagi pullarni mo chiqarib uyiga tiqib olsa, oldirab bir narsalar setib olmasa, bozordagi ishlab chiqaruvchilar, do'konchilar va taksichilar hammasi och qoldi. Bu och qolganlarmi pullarni, mollarini qo'g'dash uchun tiqib olsa, hech kim bozorga pul kirgizmasa, bozor aylanmasa, davlat vayron bo'ldi. Şu bozorlarning jonliq va qaynon bo'lishi uchun davlatlar va markaziy banklar yangi siyosatlar yurgizdi. Ko'pincha vaqtlarda xabarlarda, gazetlarda ba'zi mahsulotlarga shaxsiy iste'mol beji ilinmaydi degan so'zlarni ko'ramiz. Ya'ni davlat bozorning jonliq bo'lishi uchun, iste'molchilarning ko'payishi uchun ba'zi bojlarni vaqtliq bekor qo'ydi. Yoki %18lik bojni %1 ga tushirish siyosatini yo'l qo'ydi. Masalan, davlat mashina bozorining turib qolganligini va xaridorlarning ozayib ketadiganligini bilganlik uchun davlat to'laydigan ba'zi bojlarni bekor qilish siyosatini yo'l qo'ydi. Shunga ekonomiyada va iqtisodda
Bazar nəhayət mühim amillardan birisi.